Assalomu alaykum. Mikrobiznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shimcha soliq imtiyozlari joriy etilmoqda. Mazkur yangi chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan. Jumladan, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan miqdorda jismoniy shaxslarning daromad solig'ini to'lash tartibi bekor qilinmoqda. Qarorda belgilangan boshqa muhim yangilik va o'zgarishlar bo'yicha Davlat soliq bosh inspektori Alisher Otajonov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Alisher, studiyamizga xush kelibsiz. Endi bu qaror qabul qilganiga mana salkam yarim yilga yaqin bo'lib qolyapti, lekin hali hanuz bu qarorni mohiyatdan tushunmagan fuqarolarimiz, soliq to'lovchilarimiz ham yo'q emasda. Shuni bir oddiyroq tilda gapiradigan bo'lsak, bu qarorni qabul qilishdan asosiy maqsad nima edi? Undan kutilayotgan natija qanaqa bo'ladi? Amalda qonunchilik bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkor daromadi 100 millionga yetgungacha qat'iy belgilangan miqdordagi daromad soliq to'lovchisi hisoblanadi. Ya'ni oddiy Toshkent shahar misolida oladigan bo'lsak, chakana savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkor tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazgan oydan keyingi oydan boshlab 1 million miqdorda daromad solig'i to'lash majburiyati bor. Ya'ni har oyda daromadidan qat'iy nazar 100 millionga yetmasa 1 million miqdorda qat'iy belgilangan soliq to'lab yuraveradi. Qachonki uni oboroti 100 milliondan oshgandan keyin 4% aylanadigan soliq to'laydi. Bitta tadbirkor misolida ko'radigan bo'lsak, tadbirkor yanvar oyida ro'yxatdan o'tdi, daromadi avgust oyida 100 milliondan oshdi. U yanvardan avgustgacha bo'lgan davrda har oyga 1 milliondan soliq to'laydi. 100 milliondan misol uchun avgust oyidan oshgandan keyin 1 milliardgacha bo'lgan qismiga 4% soliq to'laydi. Aytaylik, yilning yakunigacha 200 million daromad ko'radigan bo'lsa, 100 milliondan oshgan qismiga 4 million aylanmadan olinadigan soliq va yanvardan avgustgacha bo'lgan oylarda qat'iy belgilangan soliq har oyda 1 milliondan to'lab yurish majburiyati bor edi. Endilikda 26-yil 1-yanvardan boshlab Prezidentimizning mazkur qarorlariga asosan maxsus huquqiy rejim doirasida 30-yilning oxirigacha bo'lgan muddatda olgan daromadidan 1% miqdorda aylanmadan olinadigan soliq to'lash majburiyati kiritilyapti. 100 million so'mgacha aylanmadan olinadigan soliq to'lamaslik tartibi yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun bekor qilinyapti. Agarda men har oyda 100 million so'm yoki 100 milliondan oshiq deylik aylanmani amalga oshirgan bo'lsam, oyma-oy 1 milliondan to'lab borardim. Endi 247-sonli qarorga asosan men, demak 100 milliondan oshsa daromadim, ya'ni o'sha aylanmam, demak qancha to'layman? Endi aylanmangizdan kelib chiqib, misol uchun qaysidir oyda savdoyingiz yaxshi bo'lib yoki xizmat ko'rsatishdan olgan daromadingiz kam bo'lib yoki qaysidir oyda ko'p bo'lsa, o'shanga mutanosib ravishda olgan daromadingizdan 1% to'laydigan tartibga o'tilyapti. Oldinlari u qancha savdo qilishimdan qat'iy nazar oyma-oy 1 milliondan to'lab borardim. Xuddi shunday, oldinlari daromad soliq to'lovchisi bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar oboroti 100 millionlik chegaraga yetguncha o'zini faoliyat turi va faoliyat joyidan kelib chiqib, o'sha qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'ini to'lab yurish amaliyoti 1-yanvar 26-yildan bekor bo'lyapti. Demak, yakka tartibdagi tadbirkorlarimiz mana shu yaratilayotgan imtiyoz evaziga ehtiyoj qilib qolingan ana shu mablag'ni o'zlarini ishlab chiqarishini yoki deylik boshqa bir savdo sotig'ini rivojlantirishga yo'naltirishi mumkin, to'g'rimi? Bu ham o'sha anchagina mablag' tejab qolinadi, to'g'rimi? Endi qarorda yana bitta joyi borki, o'sha o'zini o'zi band qilgan shaxslarga ham qaysidir ma'noda yangiliklar joriy etilyapti. Bunga ham bir batafsilroq to'xtalsangiz. O'zini o'zi band qilgan shaxslar 24-yil 1-yanvardan boshlab yillik daromadi 100 million so'mdan oshganda aylanmadan olinadigan soliq yoki 1 milliard so'mdan oshganda qo'shilgan qiymat va foyda soliq to'lash majburiyati kiritilgan. Endilikda bu qaror bilan 26-yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar olgan daromadidan kelib chiqib, ularga ham bir xil stavkada, ya'ni 1%lik stavkada aylanmadan olinadigan soliq to'lash rejimi joriy qilinyapti. Amalda misol uchun aytaylik 25-yil davomida 200 million daromad olgan o'zini o'zi band qilgan shaxs
100 milliondan oshgan qismiga 4 million soliq to'lagan bo'lsa, endilikda ular 200 million so'm uchun 1% miqdorda aylanmadan olinadigan soliq to'lash joriy qilinyapti. Juda yaxshi. Endi bu qarorda yana qanday o'sha bizani fuqarolarimizga, soliq to'lovchilarimizga qanaqadir yana yangi imtiyozlar yoki qanaqadir yangiliklar bormi? Mazkur qaror bilan raqamli platforma ishga tushiriladi. Raqamli platforma orqali tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tishlari, elektron shot fakturalarni rasmiylashtirishlari, shartnomalarni imzolashlari yoki yollanma xodimlariga oyliklarni berish imkoniyatlari yaratilyapti. Yana bundan tashqari platforma orqali tadbirkorlar iste'molchilardan to'lovlarni naqd va naqdsiz ko'rinishda qabul qilish imkoniyati yaratilyapti. Misol uchun, xizmat ko'rsatuvchi shoxobchada xizmat ko'rsatayotgan yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs iste'molchidan to'lovni olayotganda QR kod orqali to'lovlarni to'lashi yoki naqd puldagi to'lovlarni qabul qilganda ularga o'sha platformadan naqd pullarni qabul qilib chek berish imkoniyati yaratilyapti. Endi mana platforma haqida gapirdingiz. Albatta bugun elektron platformalarni yaratish bu har tomonlama o'sha soliq to'lovchi uchun ham, soliq idorasi uchun ham juda qulay bo'lyapti-da. Lekin bu platforma qachon to'la ishga tushadi yoki hozir test rejimida ishlab turibdimi? Platforma 26-yil 1-yanvardan boshlab to'liq ishga tushadi. Platformadan tadbirkorlar davlat ro'yxatidan o'tishlari yoki faoliyatlarini vaqtincha to'xtatish imkoniyatlari yaratilgan. Tadbirkorlarga yana bir qulaylik jihatlari, ularga buxgalter xizmatlari uchun to'laniladigan sarf xarajatlarni ham kamaytirishga olib keladi. Chunki tadbirkorlik subyektlari raqamli platforma orqali daromad olganida o'sha daromadidan soliqlarni ushlab qolib va byudjetga o'tkazib berish raqamli platforma zimmasiga yuklatilyapti. Bunda tadbirkor raqamli platformadan tashqari daromad olsa, o'zi mustaqil ravishda soliq organlariga soliq kodeksida belgilangan muddatlarda hisobot topshirish orqali majburiyatini bajaradi. Ya'ni platforma, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, biz haqimizda, bizni tovar aylanmamiz haqida yoki savdo sotiqimiz haqida hamma narsani ochiq-oydin ko'rsatib turadi soliq idorasi. Xuddi shunday raqamli platforma bizga har bir tadbirkorlik subyektining qilgan daromadlari to'g'risida kunlik ma'lumot onlayn tartibda uzatib turadi. Biz o'sha tadbirkorni platforma tomonidan qancha soliqlar to'lab berilishi kerakligini soliq organlarida integratsiya qilib olganmiz. Endi misol uchun yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tdim, lekin platformangizdan imkonim bo'lmadi, xohishim bo'lmadi ro'yxatdan o'tishga, lekin faoliyatimni davom ettiryapman. Bunaqa holatda qanday vaziyat kelib chiqadi? Qaror bilan tadbirkorlarga bir qancha imkoniyat va yengilliklar berilgan. Undan tashqari soliq to'lovchilarga majburiyat ham yuklatilgan. Majburiyatlardan bittasi yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar 26-yil 1-yanvardan boshlab mazkur platformani QR kodlarini shoxobchasiga iste'molchilar uni skaner qilib to'lovlarni qilish imkoniyati bor darajada shoxobchasiga osib qo'yish kerak bo'ladi. QR kod bilan shoxobchasiga osib qo'ymaslik yoki platforma orqali QR kod shakllantirmaslik bu chek bermaslik holati bilan bir xil tenglashtiriladi. Demak, bu mumkin emas. To'g'rimi? Bo'lmasam bu qonun buzilish holati bo'ladi. O'ylaymizki, tadbirkorlarimiz albatta bunday qonun buzilish holatlaridan voz kechishadi. Chunki prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan mana shu soliq yuklarini kamaytirish evaziga ularni ishlab chiqarishini, o'sha tovar aylanmasiga qaysidir ma'noda bir yordam bo'lish va ular safini kengaytirish eng muhimi, to'g'rimi? Va ishonamizki, ular ko'payadi. Agarda bu borada o'sha yakka tartibdagi tadbirkorlarimiz yoki o'zini o'zi band qilayotgan fuqarolarimizda savol bo'ladigan bo'lsa, qayerga ular murojaat qilishi mumkin? Soliq to'lovchilarimiz bizning kol markazlarimizga murojaat qilishlari mumkin yoki har bitta soliq to'lovchini shaxsiy kabinetida o'ziga biriktirilgan mahalla inspektori bor, ularga murojaat qilishlari mumkin. Yoki soliq qo'mitasi ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkin. Demak, har qanday vaziyatda ham bizni xodimlarimiz yordam berishga tayyor. Bugungi suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, bu yo'nalishdagi blitz intervyularimizni hali davom ettirishimiz kerak, chunki fuqarolarimizga oddiy va xalqchil tilda bo'layotgan jarayon haqida qanchalik tez-tez tushuntirib boradigan bo'lsak, shuncha savol kamayadi, shuncha deylik o'sha qonunga rioya qiluvchi tadbirkorlarimiz safi kengayadi. Hurmatli
tadbirkorlarimiz. Albatta bu 247 sonli qaror borasidagi suhbatlarimizni hali davom ettiramiz. Agarda sizda bu borada qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, hatto bizni ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.